Uy, بالله. Ijtimoiy tarmoqlarda oq rangli Cobalt rusumli avtomashina bir necha transport vositalariga shikast yetkazganligi aks etgan video tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi quyidagilarni ma'lum qildi. Joriy yilning 11-iyun kuni taxminan soat 21:34larda 1982-yilda tug'ilgan ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida ro'yxatda turuvchi fuqaro o'zining boshqaruvidagi davlat raqami belgisi o'zining boshqaruvida bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinasida Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasi bo'ylab yo'l harakati qoidalarini buzgan holda o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yib harakatlangan. Hududda xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlarining to'xtash haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirib, bir nechta transport vositalariga texnik shikast yetkazgan. Ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida ushbu fuqaro tomonidan boshqa fuqarolarga zarar yetkazilishining oldini olish maqsadida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tabel qurolidan foydalanib ogohlantirishdan so'ng avtomashina g'ildiragiga o'q uzish orqali to'xtatilgan va keyingi noqonuniy harakatlarga chek qo'yilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Tekshiruv yakuni bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladi. Holat Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i tomonidan nazoratga olingan. Alloh